Korektörünün bülbülken Ekremcan, halkının canlıdırısan Ekremcan, hürmet kırat aman bölgeni el aran, halkının kim farzandı var Ekremcan, Ekremcan gelsen ediyemin rahmet. Hürmetli ve aziz devrimizin yaş karı katlaşları, bu ülkelerde şu yaman molek yok.
Mana qasa qizlarimizni ko'ryapsizlar. Mana Sharofat-xon, Gilamdon-xon, Gullara-xon, Jo'ragul-xon, yana kim qoladi? Qoladi. Yana bir bola ish qilib, hammalari Xudoga shukr, juda ham zo'r bo'lyapti. Shuning uchun mana bugun davrada san'atkorlarga bol berish, davrada san'atkorlarga baho berish, ularning xizmatlarini, mehnatlarini ardoqlash va hurmat qilish albatta sizlarga bog'liq azizlar. Bular ham pokiza insonlarning farzandlari, pokiza insonlarning o'g'il qizlari. Bular faqat sizlar uchun xizmat qilishga kelgan. Mening bitta yagona taklifim va iltimosim, xotirjam bilan bugun sayyoraxon Shurekdan ko'rdim, haq bermoqchi. Qo'lga kelib keldim. Iltimosim yagona. Bor narsani shunchaki yeb, ichib, faqat tomosha qildim. Raqqosalarimiz, san'atkorlarimiz charchagandan keyin men o'zim taklif qilib boshlayman. İltimos do'stlar, kelinglar bir qo'y deganda bir katta kitob o'qib ketganday bo'lmoq kerak. İltimos zaman mana shu. Ana shu san'atkorlarning xizmatlarini baholab bitta qarsak qilib berishlaringizni so'rayman. Ey Xorazm san'atining malagi, men ham o'z xalqimning dili yuragi. Rostini aytsam, Sharofat-xon, seningdayim qaynoq yurib, diydoringga boqqan bilan qo'ymoq yo'q. Qo'shni qo'yibsan qoshiga, jonim qurbon qarashiga, Gilamdon-xon. Rostini aytsam, seningdayim qaynoq yo'q, diydoringga bir to'ymasam, o'lmak yo'q. Eningda keylagin gullari yipak, arasından görünedi gül köpek. Güllara-xon. Senin gülün beni yanında görmek, senin gülün seni şunsaydı bir nerelerciye oynatmak. Yüzüne karasın gözüm dönmedim, tarifetsiz, koşsuzla görmedim. Kendi bildim ölsün kızın yatırıp, söyleyin, öldürmese koymadı. Kızın ağzlarına döndüredim. Oymak boyundan kesesek muhatçandır. Kanday yatamız hep azap verdi. Ağalarımız keseklikten gitti. Hem de daim koylarınızda koylar olsun, kıtalarınızda Allah'ın nurları yağına versin. Hürmetli ve aziz dostlar, bütün sanatkarlar burada sahnada fayda bulun. Sahnada fayda kalın gerek. Azizler, ben iltimas zaman ata-analar aldı. Bana gerçekten oğul kızlarımız var. Ben uyanmalıyım bu ara karşı durmaya kalsın diye. Hareketler kirlengen bulmalı derken. Hürmetli ve aziz dostlar, emdişlerin ruhsatlarınız bilen güzel zamanın, bana şimdi katta dergahının, katta kervanını başlarım. Özlerinizin yanlarınızda talim terbiye alıp, yaxşı ustazlarının ölgüslerini alıp, yaxşı atanın namını tutuyup, bana bu günlükünde halkımızın en katta bir kervanını başlayarken aziz insan, Jo'raka Qurbonov'un men bir sözüge taklif qilaman. Marhamat Jo'raka. Jo'raka, men bir besona xayraqman, o'zim boraveray. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun biz kampusimizdagi eng ajoyib xonadonlardan birisi, Yengboshlar xonadonida Farruxjon va mezbonlarning yosh sunnat to'yini o'tkazib, to'planib o'tiribmiz. Mana shu munosabat bilan bizlargacha o'rtoqlar sizlar ajoyib takliflar berdilar. Men ham takliflarning barchasini qo'llab-quvvatlayman. Shu butun kampus mehnati nomidan, kampus boshqaruvi nomidan mana shu 2 yoshga uzoq umr, hayot salomatlik tilayman. Kelajakda mana shu otasiga o'xshagan xalqimizning eng yaxshi ko'rgan farzandlari bo'lsin. Jamiyatimiz uchun yetuk kadrlar bo'lib yetishsin. Doim mana shular xonadonda, mana shu yerda o'tirgan o'rtoqlar xonadonida yaxshi to'ylar, yaxshi kunlar bo'lishga tilakdoshmiz. 94-yilimiz hamma tomonidan ajoyib ishlar yili bo'lsin. Katta rahmat. Jo'raka, rahmat, sog' salomat bo'ling. Mana shuncha xalqni to'plab, el yurtiga nom berayotgan mana shu Botirjon, siz jamoat xo'jaligining haqiqiy mehnatsevar yigitlaridan mana shu sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilayman.
siz bilan birga xizmat qilayotgan va birga kelgan barcha do'stlarning ham o'ylarimda to'ylar bo'lsin. Xush kelibsizlar, farzandlaringizning yaxshi kunlarini ko'ringlar azizlar. Hurmatli do'stlar, mana shu to'yda juda ajoyib insonlar, juda ajoyib yigit-qizlar mana o'zining dil so'zlari bilan mana shu Botirjonning do'sti ko'p, Sayraxonning ham dugonalari ko'p. Albatta men hammalaringizga kuch sog'lik, salomatlik tilayman azizlarim. Sizlarning hurmatlaringizni mana shu Farruxjon bilan ko'rishlar qaytarsin. Endi ruxsatlaringiz bilan hurmatli do'stimiz, yosh, kuchli, quvvatli, irodali, bilimli, aqlli haqiqiy hakimlarimizdan, rayonimizning ko'zga ko'ringan doktorlaridan, tabiblaridan Olimjon Qalandarovni tabrik so'ziga taklif qilaman. Hammamiz qarsak chalamiz. Salomat bo'linglar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davlatlar. Mana bugun askaralar xonadonida yaxshi kunda yosh do'stlar jam bo'lishib ana shu to'yga istagim mana shu farq bilan Feruzjon otashiga avlodlarga o'xshagan yasharilgan yaxshi yigitlar bo'lsin. Har doim sog'lar. Shular ham ana shunday otalaridek, ota-bobolaridek dasturxon yozib, elga nom bersin, osh bersin. Dard ko'rmasinlar. Murod aka haqiqatda davrada yaxshi so'zlar gapiryapti. Albatta bularning sababi bo'ladi. Ular o'zidan bo'lmaydi. Bu birinchidan yurtimizning tinchligi, ikkinchidan xalqimizning sog'ligi. Xalqimiz sog' bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, elimizning dasturxoni ana shunday mo'l-ko'l bo'ladi. Istagim xalqimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz sog' bo'lsin. Ana shu yerga har bir xonadon egasi. Doimo xalqimizning mana shunday xizmatda bo'ling. Og'ir va mashaqqatli xizmatlaringiz bo'ladigan uylaringizda to'ylar bo'lsin. Sizga ham, siz bilan birga o'tirgan, birga kelgan do'stlarga ham Allohning yaxshilarini xalqimizning boshiga, doktorlarimiz, hakimlarimiz, tabiblarimiz ham omon bo'lsin. Hamma kasallar yaxshi bo'lsin. Farzandlarning baxtli yo'lga faqat to'yga boringlar. Mana shu xalqimizning farzandi. Ya. Ayolımızın güzel ayollarımızın arasındaki çıkan hakikiy san'atni görüm. Pakize şireli avaz egesim. Acayip san'atkor qizimiz, san'atimning yulduzim. Mana shunlar Muşkanning men davraga taklif qilaman. Kelinglar beg'ubor farzand egasini, shu go'zal qizimizdan hammamiz olqishlaymiz, olqishlaringizni ayamaylar. Davraga yonidan bilan birga xizmat qilgan qizlarimizdan kelgan, ularga aytamiz, Can